Nega bunaqa bo'ldi? Oyi, lekin muzlatkichda yeyishga narsa bor. Keyin ishdan borib ovqat tayyorlab bermoqchi edim. Tosh deyapsan. Menga yolg'on gapirma. Men hozir bolamni restoranga olib boraman. Sen bo'lsa tezda kelib ovqatingni tayyorla. Qo'yib qo'ymay tur. Lekin yangi krossovka olib berasizmi, oyi? Voy pis chukchayey. Allo. Ey, nimalar qilyapsan? Yo, banavrot, men uxlayapman. Ha, men hozir Shokir bilan edim. Nimalar qilyapsan? Men senga hozir aytdim-ku. Oh, ha, so'radim-a, aytganda esimdan chiqdi. Ey, aytgancha bu qo'shiq seni menga eslatib yubordi. Shoshma, eshitib ko'r-da. Ta'sirli qo'shiq, ha? U ko'tga telefon qilmayman deganding-ku. Tosh deyapsan. Men unaqa gap aytganim yo'q. Ey, qara, Shokir seni boyadan beri ko'tib yotibdi. Xo'sh, nimalar qilyapsan?